Assalomu alaykum, hurmatli iste'molchilar. Buxoro Energo Markaz aksiyadorlik jamiyati Buxoro shahridagi 200 ta ko'p kvartirali uylar va 32 ta ijtimoiy soha obyektlarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlaydi. Jamiyatimiz 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari bo'yicha reja tadbirlar ishlab chiqilgan va uning amalga oshirilishi ta'minlangan. Jumladan, qishga tayyorgarlik ishlari bo'yicha rejadagi 3100 metr issiqlik tarmoqlari o'rniga 3300 metr issiqlik tarmoqlari qo'rlari almashtirilgan. Shuningdek, 4 kilometr issiqlik tarmoqlarining issiqlik qoplamasi tiklangan. Bundan tashqari issiqlik almashinuvi uskunalari, nasoslar va boshqa yordamchi uskunalar joriy ta'mirlanib, kuz-qish mavsumiga tayyorlab qo'yildi. Shuningdek, kuz-qish mavsumida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariyalar holatlarini tezkor bartaraf etish maqsadida materiallar zaxirasi, qozonxona va issiqlik tarmoqlarida kun-tun ishlaydigan avariya tiklash brigadalari yaratilgan. Iste'molchilarning murojaatlari 770-0182 kun-tun ishlaydigan telefon raqami orqali qabul qilinadi va ularni bartaraf etish bo'yicha tezkor choralar ko'riladi. Shu bilan bir qatorda jamiyatimizda Buxoro shahar markazlashgan issiqlik ta'minoti tizimini modernizatsiyalash va energiya samaradorligini oshirish loyihasini amalga oshirish yakunlanmoqda. Loyiha doirasida 5,5 kilometr issiqlik tarmoqlari rekonstruksiya qilingan, 202 ta ko'p kvartirali uylar va 32 ta ijtimoiy soha obyektlarida 273 ta individual issiqlik punktlari o'rnatilgan. Har biri 20 megavat quvvatli 5 ta suv isitish qozonlari o'rnatilib, qozonxona modernizatsiyasi yakunlangan. Loyiha amalga oshirilishi natijasida markazlashgan issiqlik ta'minotining zamonaviy, energiya tejamkor, yopiq tizimiga o'tiladi, xizmat sifati oshiriladi hamda bir yilda tabiiy gaz 30% ga, elektr energiya 40% ga va ichimlik suvi 60% iqtisodiga erishiladi. Iste'molchilarni uzluksiz va sifatli issiqlik energiyasi bilan ta'minlashni kafolatlaymiz.